Nuriya deb chaqirishadi, chunki Nuriya deb tanishadi meni ko'proq. Oilamdagilar ham уже Nuriya deb chaqirishni boshlashdi. Chunki Andijondagi yetim hayvonlarning onasi desa hamma Nuriya deydi. Yetim hayvonlarning onasi desa hamma Nuriya deydi. Kichkinaligimdan hayvonlarni yaxshi ko'rib, shunaqa katta qilib o'zimiz uyimizda ham hayvonlarimiz ko'p bo'lgan. Shularni yaxshi ko'rib, ko'proq mehr muhabbat berganim uchun keyin mana shu Yevropada ko'proq yashaganman. U yerda Yevropada hayvonlar huquqlari boshqacharoq e'zozlanadi, ardoqlanadi. Nimaga endi Andijonda mana shunaqa narsa bo'lishi mumkin emas? Nimaga o'zimizni qaramog'imizga olishga nimaga bizning haqqimiz yo'qmi degan savol o'zimga berib asrab olganman shunchasini. Asl ismi Sharifa Shahzoda Sadirova yangi loyihasini Andijon viloyati hokimligiga taqdim etdi va bu tashabbus qo'llab-quvvatlandi. Natijada Andijon tumani hududidan maxsus yer maydoni ajratilib, bu yerda hozirda 300 nafardan ortiq turli yoshdagi kuchuklar parvarishlanmoqda. E'tiborlisi maskanda jonivorlarga nafaqat boshpana, balki veterinar xizmatlari ham ko'rsatilmoqda. Ular muntazam ko'rikdan o'tkaziladi va davolanadi. Qiynalib ketaman. Tuzatish uchun, davolash uchun qiynalib ketaman. Ash tomonlama qiyinchiliklarim ko'p bo'ladi meni. Doktor tomonlama, veterinar tomonlama qiyinchiligim bo'ladi. Keyin biz 3 ta ayol kishimiz, 3 ta ayol kishiga o'taligi mas'uliyati og'ir. Biroq qishning sovuq kunlarida maskandagi shart-sharoitlarni yaxshi deb bo'lmaydi. Qiyinchiliklar bisyor. Ayniqsa, kuchuklarning oziq-ovqatida va dori-darmon masalasida yetishmovchiliklar sezilmoqda. Bularning qorni ko'proq cho'ntagimizdan bo'ladi. Chunki bizga hech qanaqa davlat tomonidan hech qanaqa yordam shunaqa narsa ajratilmaydi. Ko'ngillilar bor. Kimdir 10 ming, kimdir 100 ming shunaqa pul tashab ko'ngillilar yordam beradi. Shu ko'ngillilar orqasidan ko'proq faqat hozircha qorniga ajrata olyapmiz. Mablag'ini boshqa narsaga ajrata olmayapmiz. Biz har kuni bu yerga jonivorlarga oziq-ovqat keltirib beramiz. Jarohat olib keltirilganlariga ham yordam ko'rsatamiz, lekin biz ozchilikmiz demoqda ko'ngillilardan biri. Я очень с детства люблю собак. Men yoshligimdan kuchuklarni parvarishlashni yaxshi ko'raman. Ota-onam bizni jonivorlarga mehrli qilib tarbiyalagan. O'zim zavodda ishlayman. Bu yerga ishdan keyin har kuni kelaman. Kunimni 5-6 soatini shu jonivorlarga qarashga sarflayman. Mana bu bizni ovqat tayyorlaydigan yagona qozonimiz. Bizga yana qo'shimcha qozon, oziq-ovqat, dori-darmon kerak. Нету лишних рук, как сказать. Поэтому очень хочется, чтобы люди помогали. Ko'ngilli insonlar ozchilikmiz. Atiga 3 kishimiz. Men hamshaharlarimni, jonivorlarni yaxshi ko'ruvchi insonlarni ko'ngilli bo'lishga chorlab qolaman. Kelinglar, safimizga qo'shilinglar. Bu jonivorlar mehrga muhtoj. Вы знаете, вот так случилось, что судьба меня сюда привела, в этот приют. Men o'qituvchilikdan nafaqaga chiqqanman. Bu yerga itlarni ko'rgani kelib mehrim tushib qolgan. Bilasizmi, bu jonivorlar asli tabiatning mo'jizasi. Juda ko'p narsalar kerak. Kuchuklarni bir-biridan ajratib turuvchi setkalar yetishmaydi. Turli jihozlar kerak. Bu yer kuchuklar asrab olingan joy aslida. Itlarni qutirish va turli kasalliklardan asrashimiz uchun bizga vaksinalar ham juda zarur. Biz asosan saxovatli insonlar ko'magi bilan zarur buyumlarni sotib olamiz, lekin to'g'risi yetkaza olmayapmiz. Biz barcha yaxshi insonlarni xayriyasiga, yordamiga muhtojmiz. Это наша баллонка. Ай, не упади. Shu bois Shahzoda va uning safdoshlari jonivorlarga befarq bo'lmagan, mehr-oqibat ko'rsatishni istaydigan ko'ngilli insonlarni yordamiga muhtoj. Axir tabiatdagi har bir jonzotning o'z o'rni, o'z vazifasi bor. Qish keldi, уже qor yog'adi ertaga. Bularda haligi bekinib qochadigan joyi yo'q. Hokimiyatga bordim, necha marta bordim, yordam beringlar. Hech bo'lmasa setka beringlar. Mana shu yerda bunday qilib to'sib olay. Hali odam kira olmayapti. Masalan, hozir siz o'zingiz ham kira olmayapsiz. Setka beringlar, ha beramiz. Tunakaga yordam beringlar, ha. Unaqa yordam bermadi. Даже ekologiya ham o'zini hozir boshdan olib tashadi bu narsani. Ba'zi insonlar non bo'laklari yoki oziq-ovqat qoldiqlarini axlat qutisiga tashlab yuboradilar. Aslida esa shu ozgina e'tibor va mehr aynan shu jonivorlar uchun hayot manbai bo'lishi mumkin. Zero biz mehrli xalqmiz. Jonivorlarga ko'rsatilgan g'amxo'rlik insonning tabiatga qilgan yaxshiligidir. Mehr bilan qilingan amallar esa shubhasiz ajr savobsiz qolmaydi.